qanday qilib 90 kun ichida YouTube orqali daromadga chiqish aniq yo'l xaritasini men sizlarga o'rgatib o'taman. Xudo xolasa juda ham zo'r, manfaatli video bo'ladi. Siz hali YouTube dan daromad qilish bo'yicha umuman ma'lumotga ega bo'lmasangiz ham, bugungi video orqali ancha-muncha tushunchalarga ega bo'lib olasizlar va sizda aniq bitta yo'l xaritasi bo'ladi va mana shu yo'l xarita bilan yuradigan bo'lsangiz, xudo xolasa siz ham 90 kun ichidan daromadga chiqishingiz mumkin bo'ladi. YouTube dan 90 kun ichida pul ishlashni 3 ta asosiy bosqichi bor. Birinchi bosqichi bu boshlang'ich 30 kun poydevor eng zo'r bo'lish kerak. Ya'ni boshida siz 30 kunda YouTube'dagi poydevoringizni mustahkam qo'yib olishingiz kerak. 30 kun siz o'rganishingiz kerak, izlanishingiz kerak. Birinchi 30 kun mana shunga ketadi. Ikkinchi bosqich bu YouTube'da to'g'ri yo'nalish tanlab, mana shu yo'nalish bo'yicha 30 kun davomida video qo'yishingiz kerak. Bu keyingi 30 kunlik bo'ladi. Va uchinchi bosqich bu YouTube kanalda monetizatsiyaga ulash bosqichi hisoblanadi. Bu keyingi 30 kunlikda bo'ladigan ish. Birinchi 30 kunlikda o'rganamiz, ikkinchi 30 kunlikda yo'nalish tanlab video qilamiz, keyingi 30 kunlikda biz kanalimizda monetizatsiyaga ulab pul ishlashni boshlashimiz mumkin. Mana shunaqangi 3 ta bosqich bo'yicha ketamiz va buning ichida men sizlarga bir ikkita qadamlarni o'rgatib ketaman. Ushbu darslikda to'liq ko'rishni xohlaysizlarmi? Unday bo'lsa, izohlarda plus yozib qoldiring, men sizlarga to'liq video darslikda yuboraman. Agar sizga YouTube dan daromad qilish mavzusi qiziq bo'ladigan bo'lsa, menga obuna bo'ling va mana shu videomizga like bosib qo'yishni unutmang.